Gap shundaki, meni ozgina bir eski vizitim bor edi. Men xullas o'ladi deb ko'p narsa muxlislarim xursand bo'libdi. Eshitdim, biroz xafa bo'ldim, lekin men hali beri o'lmasam kerak. Shunaqa. Chunki men o'laman deb yuruvdim. Rak bo'lsam kerak desam, yo'q, unaqa emas ekan. U gaymaritmidi desam, gaymarit ham emas ekan. Menda o'ta kuchli shamollash bo'lgan. Keyin u boshimda ham bo'lgan shamollash. Men boshimni qattiq shamollatgan bo'lganman. Keyin mana har xil polalar ichganman, restoranda ishlaganman. Har xil narsalarni yeganman. Xullas, ko'p narsani yeganimdan oshqozon og'rib bo'lib chiqqanman. Keyin mana bu pola fanta-mantalarni ichganman-da. Miyamni shamollatib qo'yganman. O'zi qo'limda suvda bo'lgan, lekin yana suv ichganman-da, yaxtay suvda ichyorganman. Organizm talab qilgan, men organizmga beraverganman. Shu oqibatda men o'ta kuchli shamollashga to'g'ri kelganman. Hozir mana quyoshli kunlarda, mana peshkom yurishimda men pulim yo'qligidan uyalmayman, hech ham uyalmayman. Holni aytaveraman. Kim qanaqa tushunsa tushunaversin. Prostoy men endi hammada ham bo'ladi-ku bunaqa puli yo'qlik davri. Lekin men harakat qilganman. Qisqa qilib aytganda, o'zimni sog'ligim uchun harakat qilganman. Yuray, shu pulim qizg'anganimdan emas, shu o'zim peshkom yursam, harakat qilsam qonlarim yurishadi, qon aylanishim yaxshi bo'ladi, harakatim yaxshi bo'ladi deb yurganman-da. Metrogacha ham peshkom boraman, taksigacha ham peshkom borganman. Mana bu tumandan bu tumanga o'tish kerak bo'lsa ham mashinada borsa, men peshkom borganman-da shu joylarga. O'zimni sog'ligimni o'ylab nima qilganman. Bu tibbiyotda ham bu narsa muhim rol o'ynaydi. Hatto hozir ham menga peshkom yurishdi, piyoda ko'proq yurishdi, tavsiya qilishdi-da. Yo'q, rahmat. Yo'q, bular. Qatiq yana suzma olib keling. Suzma? Shuni tavsiya qilishdi. Hozir menga non yeyish mumkin emas, xamroqat yeyish mumkin emas. Ko'proq salat yey deyishdi. O'ta kuchli gripp bo'lganman, virus bo'lgan. O'sha nima eri oqqan burnimdan. O'sha qon orqali chiqib ketgan. Ba'zi ringlar qonga aylanadi, bora-bora o'shanaqa bo'lib, u aslida qon ring bo'lgan. O'sha keyingi kelgan qon toza qon bo'lgan. Keyingi asta-asta kamayib ketgan, u yaxshi bo'lgan. Endi hozir hamma ishni qildik, apparatlarga tushdim, ozgina pulim ketmadi. Men aniq aytmayman, buncha pulim ketdi deb. Lekin hozir bu yoq medikalga keldim. Bitta apparati bor ekan, u apparati 300 ming ekan. Pulim bor, lekin qoldirib kelganman-da. O'shaning uchun o'sha bitta o'sha apparatim qoldi. Keyin qonni tekshiramiz dedi. Maytib qon yaqinda tekshirilgan dedi. Keyin maytib rak ekanman, o'larkanman desam, keyin doktor kunlarda aytdi, "Yo, unday bo'lsa o'lish davrida o'tuvsiz, anaqa bu muzlab ketgan ekansiz. Endi tirilish davriga qaytasiz. Muzliklar siz uchun tugabdi" dedi. Men biroz quvondim bu narsadan. Chunki yosh basham bor. Kimdir boqish kerak uni. O'shaning uchun ozroq quvondim. Mayli, endi bir ikkita dushmanlarim bor.
bilaman. Endi ichida xursand bo'lgan, o'lsa qutulsin, tezroq o'lsin, bachasi yetim qolsin, ko'chada qolsin deganlar ham bo'lgan, lekin ularga javobim hali beri o'lmayman. Xursand bo'lib o'tmanglar. Undan ko'ra menga qabr qozgunlaringcha o'zlaringga qabr qozinglar. Foydasi yo'q. Menga kim raqib bo'lsa ham men egiltiraman, bo'kiltiraman, har qanday yo'l bilan chiqib ketaman. Buni eslaringizdan chiqarmanglar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xoh dugonam bo'lsin, xoh bir tanishim bo'lsin, menga baribir. Damini beraman, gazini beraman, luboy времяda chiqib keta olaman. Menga nayrang qilgunicha ana borib o'ynashlar qilsin. Gapim tamom, tugadi.